Assalomu alaykum. Sizlar bilan Otabek va APG loyihasi. Bugun sizlar bilan HyperX kreslosini obzor qilamiz. Ketdik. Va siz bu kresloni yutib olishingiz mumkin. Buni yutib olish uchun nimalar qilish kerakligini men video oxirida aytib o'taman. Unda boshladik. Xo'p, ana unboxingni ham boshlaymiz. Birinchisi bu bizada spinka bo'lyapti. Ya'ni ushlanib turadigan qismi. Bizada qanaqadir narsalar ichida, menimcha gaz lift shuni ichida bo'lishi kerak. Eng asosiy qismlardan biri. Buni ham ochganda ko'ramiz. Va eng muhim joylardan biri Krestovina. Va bizada ikkita podlokotniklarimiz. Xo'p, bu mana bunaqa. Bunisi chap tarafga, bunisi o'ng tarafga. Va bo'yin uchun yumshoq yostiqcha. Ya'ni bu o'yin vaqtida komfortni beradi. Takoy. Kresloyimizni yig'ish bo'yicha instruksiya. Bu bizga hozir juda ham asqotadi. Yiqqanimizda imminni shunga qarab yig'ish boshlaymiz. Kresloni eng asosiy mexanizmi, ya'ni bu juda ham kerakli joyi. Ya'ni shu narsa orqali kresloni pastga yoki tepaga tushirib chiqarsangiz bo'ladi. Ya'ni kerakli joyi bu ham. Va bizada eng oxirgi kresloyimizning qismi bu kresloni pastki qismi, ya'ni o'tiradigan joyi. Buni ham yig'amiz. Va ichida mana hech narsa qolmadi, ko'rib turibsizlar. Bu yog'i endi xos. Voy. 3 kilo chiqsa kerak. Endi makala turadi bu yoq. Boshqa nima ham qilardi? Birinchi o'rinda hozir biz instruksiyaga qarab yig'amiz. Tak bizga gaz lift kerak, Krestovina va g'ildirakchalar. Xo'p, men o'ylayman, shuning ichida hammasi. Xo'p, ochamiz va xuddi aytganimdek, xullas buni oxirida ishlatamiz. Kerak bo'ladi bu ham. G'ildirakchalar 5 ta. Gaz lift. Va gaz lift uchun maxsus qoplama. Bundan tashqari bizani har xil bolt, ключ, hamma narsamiz shu yerda. Va eng muhimi, kreslani yig'ish uchun qanaqadir boltlar, boshqa narsalar qidirib yurmaysizlar. O'zi ichida chiqadi o'zini. Bolti va shularga tushadigan o'zining ключi ham bor. Prosta ochasizlar va yig'ib tashlaysizlar bo'ldi. Hammasi qulay. Va biz yig'ishni boshlaymiz. Kreslovinani oldik. Buni oyoqchalar yig'ishni boshlaymiz. Oyoqchalarni tiqamiz. O'zi tiqayotganinglarda, hop, yig'ayotganinglarda buni tagiga men bu korobkasi o'zidan chiqqan yumshoq narsalarni qo'yib olsanglar, o'zingizga ham qulay bo'ladi, qanaqadir shovqinlar chiqarmaydi va stolni ham qirib qo'ymaydi. Ikkinchisi, hop, endi bemalol gaz liftni ustiga qo'yaveramiz. Birinchi qo'yayotganinglarda ustiga prosta qo'yib qo'yasizlar. Keyin qolgan qismini yig'ib bo'lib, uni ustiga qo'yib o'tirganinglardan keyin o'zi yana dakanasi ozgina tushadi. Va shu bilan keyin maksimalni mustahkam bo'ladi. Ya'ni oxirgacha kiradi. Buni olib qo'yamiz. Hozir ko'rib turganinglardek, birinchi bosqichni tugatdi. Endi ikkinchisiga o'taveramiz. Bo'ldi. Mana bu mexanizmni, общий mexanizmni kreslani tagiga qotiramiz. Xo'p, buni yechib olamiz. Bu yerda mana любой odamga tushunarli bo'lishi uchun soddaroq tilda yozilgan. Ya'ni aytayotdiki, ikkinchisida mana I, M, N ni ishlatasizlar deyapti. Bizada I mana bu bo'lyapti mana. Bu degani M8 20 mm lik bolt. M bilan N esa uni shaybalari. Bizga 20 mm lik bolt kerak. Shunda mana bu yerda yozib qo'yilgan. Qaysi bolt, necha millimetr, hammasi tushunarli sodda tilda. Boltlarimizni qo'yib bo'lgandan keyin endi bemalol qotirsa bo'ladi, ключ yordamida. Mikro anaqa kerak, petlishka. Kerak emas petlishka menga. Yo'q. Meni ovozim shunchaki balandki, nima qilsam otash. Xo'p, men mexanizmni kreslani pastki qismiga qotiraman. Yo'q, qalay o'zi obzor o'xshatdim. Nima понятно o'zi. Hayotda nima ish qilsan, no'maman senga. Qalay obzor o'xshatdim, yaxshimi? Yaxshi, endi avvalroq bo'ladi. Dadil gapir.
Teran gapir. Hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Mana shu yerdaman. Yordam kerak bo'lsa chaqiravering bemalol. Bo'lmasam bilaman. Ha. Rahmat. Va do'stlar, biz ikkinchi bosqich tugatdik va uchinchisiga o'tamiz. Uchinchisida aytayotdiki, ikkita podlokotniklarni qotirishimiz kerak ekan. Bu yerda sizlar adashib ketmasligingiz uchun ataylab yozib qo'yilgan L va R, ya'ni R o'ng taraf, L chap tarafi. Xuddi o'sha boltlar kerak, ya'ni 20 mm. To'rtinchisida spinkasini qotiramiz. Bu yoqda bizga J bolt kerak bo'lar ekan. Bu 25 mm lik. Mana bu yerda hammasi bor. Hozir biz 3-bosqich tugatdik va endi biz buni krestовинаga o'tkazamiz. O'tkazishdan oldin buni maxsus plastmassa qoplamasi bor, shuni qo'yib olishimiz kerak. Lekin agar siz bu narsani qo'ymasdan yig'ib qo'ygan bo'lsangiz, bu xavotirga o'rin yo'q. Kreslo ishlayveradi, hamma mexanizmga bu umuman ta'sir ko'rsatmaydi. Bu shunchaki chiroyli dizayn, estetik ko'rinish uchun kerak. Mana kresloyimizni ham o'tkazib oldik. Endi bunga faqat spinkasini qo'ysak bo'ldi. Va spinkani qotirib bo'lganimizdan keyin imенно shu boltlari ko'rinib turibdi, shuni ochiq turibdi va buni yopish uchun o'zini plastmas qoplamasi bor. Buni ustiga qo'yamiz va buni qo'yganingizdan keyin dizayn taraflama ham chiroyli turadi. Va kresloyimizning oxirgi qismi, ya'ni bu bo'yin uchun yostiqcha. Buni ochamiz. Mana ko'rib turganlaringdek kresloni yig'ib bo'ldik va hozir shu haqida gaplashamiz. Kresloyimiz nomi HyperX Ruby Black Red, ya'ni qizil va qora rang aralash. Bu kreslani boshqa kreslodan ajralib turadigan tarafi bu og'irroq odamlar uchun ham mo'ljallangan. Ya'ni 150 kg-gacha bo'lgan odamlarni bemalol ko'tara oladi. Birinchi bo'lib e'tiborimizni kresloga ishlatilgan materialga qaratamiz. Bu eko charmdan qilingan bo'lib, biron bir uzoq muddatli o'yinlarni o'ynayotganingizda terini nafas olishi bilan ta'minlab turadi. Ya'ni sodda qilib aytganda, siz bemalol bu kresloda soatlab o'yinlarni o'ynab o'tirsangiz bo'ladi. O'zi bu kreslo yumshoq yoki qattiq kresloning turiga kirmaydi, bu universal kreslo. Ya'ni oddiy qilib aytganda, bu hamma odamga mos kelaveradi. Xo'p, endi bu kresloning ergonomikasi haqida gaplashamiz. Ya'ni bu o'zgaruvchanligi. Bu degani baland pastligini o'zgartira olasiz va spinkasini ham qiya qila olasiz. Podlokotniklarni ham o'ziga moslab olsangiz bo'ladi. Bu kreslo geymerlar uchun ishlab chiqarilgan. Ya'ni bu sizga maksimal darajada moslasha oladi va o'yin paytida sizga yanada qulaylik beradi. Misol uchun kreslo shu darajada ishlanganki, uni suyanchig'i siz uzoq vaqtli o'yinlar o'ynayotganingizda belingizni og'rib qolishini oldini oladi. Bu kresloda umurtqa pog'onasiga tushadigan bosimni kamaytirish uchun 4,5 sm yonga chiqqan qismi mavjud va podlokotniklarimizni moslashuvchanligi yuqori darajada, ya'ni 4D. Ya'ni buni tepaga, pastga, o'ngga, chapga, orqaga, oldiga, xullas любой tarafga aylantirsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha bizning sirli so'zimiz 4,5 sm. Esdan chiqarmaylik. O'rindiq balandligini esa gaz lift mexanizmi yordamida teparoq yoki pastroq qilib o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Bunda siz kresloni 60 sm balandligigacha ko'tarishingiz mumkin. Ko'p funksiyali egilish qismi. Bu kresloni tegi markaziy qismi bo'lib, bu bilan siz kresloni egib turib va o'zingizga moslab qotirib qo'yishingiz ham mumkin. Va shunday qilib obzori siz uchun qiziq bo'lgan joyga ham yetib keldik. Ya'ni bu kresloni yutib olishingiz uchun hamma shartlari aytib o'taman. Videoga like bosing va bizning Instagram sahifamizga ham obuna bo'ling. Va Instagramdagi shu video tagiga 3 ta haqiqiy akkauntga ega bo'lgan do'stingizni belgilang. Agar siz qanaqadir levi akkauntlar yoki botlarni belgilab qo'ygan bo'lsangiz, biz bilan tekshiramiz. Mana shu video chiqqandan keyin roporosi 10 kundan so'ng biz random tanlash yo'li bilan g'olibimizni aniqlaymiz. Video davomida sirli so'z aytib o'tilgan. Agar random tanlash yo'lida siz chiqsangiz va sirli so'zni bilmasangiz, siz g'olib hisoblanmaysiz. Agar sirli so'zni bilmasangiz, videoni boshidan tomosha qiling. Sizlar bilan Otabek va APG bo'ldi. Hammaga omad tilab qolaman. Keyingi obzorlarda ko'rishguncha.